hammasi oddiy boshlangan edi. Oddiy o'yin, oddiy kun. Lekin birdaniga ekranda bu chiqdi. Ko'pchilik e'tibor bermagan xatolari tufayli Free Fire'da ban olmoqda. Agar siz ham shu qoidalarni buzayotgan bo'lsangiz, istalgan payt akkauntingiz bloklanishi mumkin. Ushbu xatolarga yo'l qo'ymaslik uchun videoni diqqat bilan tomosha qiling. Ba'zi o'yinchilar adolatli o'ynash o'rniga o'zi g'alabaga erishish maqsadida firibgarlik yo'lini tanlaydilar. Aynan shunday noqonuniy dasturlar va cheatlar sababli ko'plab o'yinchilar o'z akkauntlarini yo'qotmoqda. Masalan, Auto Headshot funksiyasi sizga har doim boshga tegadigan o'q otish imkonini beradi yoki Wall Hide sizga devordan o'tib ketish imkonini taqdim etadi. Ammo unutmang, Garena bunday usullardan foydalanayotgan har qanday o'yinchini aniqlash uchun kuchli xavfsizlik tizimlariga ega. Agar siz cheat yoki noqonuniy modlardan foydalansangiz, akkauntingiz birdaniga abadiy bloklanadi va unga qayta kira olmaysiz. O'yinchilar orasida o'g'irlangan akkauntlardan foydalanish yoki birovning akkauntiga ruxsatsiz kirishga urinish hollari ham uchrab turadi. Ba'zilar akkauntni buzish uchun maxsus phishing sahifalar yaratishadi yoki firibgar botlardan foydalanishadi. Bunday harakatlar nafaqat Garena tomonidan qattiq nazorat qilinadi, balki bu jinoiy javobgarlikka ham olib kelishi mumkin. Agar siz birovning akkauntiga noqonuniy kirishga harakat qilsangiz, faqat taqiq bilan cheklanib qolmaysiz. Sizning barcha Free Fire bilan bog'liq akkauntlaringiz butunlay bloklanishi mumkin. O'zingizni ehtiyot qiling va bunday xavfli yo'llarga kirmang. Ko'pchilik kuchli akkauntlarni sotib olish yoki ulardan foyda ko'rish maqsadida savdo qilishni afzal ko'radi. Ammo bu Garena qoidalariga to'g'ri kelmaydi. Afsuski, ko'plab hollarda akkaunt savdosiga firibgarlik ham sodir bo'ladi. Masalan, siz qimmat narxda kuchli akkaunt sotib olasiz, lekin biroz vaqt o'tib uni qayta tiklay olmaysiz yoki oldingi egasini qaytarib olishi mumkin. Eng yomoni, Garena bunday tranzaksiyalarni aniqlab, bunday akkauntlarni bloklaydi. Shunday ekan, na pulingizni, na vaqtingizni yo'qotmang. Ko'pchilik VPN yoki ping booster ishlatish xavfsiz deb o'ylaydi, lekin bu juda katta xato. Ba'zi hududlarda VPN ishlatish taqiqlangan va Garena buni aniqlasa, hisobingizni bloklashi mumkin. Ping boosterlar esa server bilan aloqangizni o'zgartirib, sizga adolatsiz ustunlik berishi mumkin. Shuningdek, makro dasturlar va tugmalarga avtomatik buyruqlar berib, tezroq otish yoki aniqroq nishonga olish imkonini yaratadi. Bu esa qoidabuzarlik hisoblanadi. Agar akkauntingiz qadrli bo'lsa, bunday dasturlardan uzoqroq bo'ling. Ba'zi o'yinchilar Free Fire o'yinini jang maydoni emas, balki haqorat platformasiga aylantirishadi. Agar siz doimiy ravishda boshqa o'yinchilarni haqorat qilsangiz, ularga tahdid qilsangiz yoki nojo'ya so'zlar ishlatsangiz, Garena tomonidan jazolanasiz. Toksik xulq faqatgina chat bilan cheklanib qolmaydi. Ba'zilar o'yinda atalab o'z jamoasiga qarshi harakat qiladi. Ularni yutqazishga majbur qiladi. Bunday xatti-harakatlar sizga vaqtinchalik yoki butunlay bloklanishga olib kelishi mumkin. O'yin bu zavq olish uchun mo'ljallangan narsa. Boshqa o'yinchilarga hurmat bilan munosabatda bo'lishni unutmang. Ba'zi o'yinchilar o'yinda texnik xatoliklardan foydalanib, o'zlariga ustunlik yaratishga harakat qilishadi. Masalan, devordan o'tib ketish, cheksiz patron olish yoki yashirin joylarga o'tirib olish kabi baglardan foydalanish orqali adolatli o'yin muhitiga putur yetkazishadi. Ammo unutmang, Garena bu kabi xatti-harakatlarni doimiy ravishda kuzatib boradi. Ularni ataylab ishlatayotgan o'yinchilarni jazolaydi. Dastlab siz vaqtinchalik blok olishingiz mumkin, lekin bunday harakatlarni davom ettirsangiz, doimiy taqiq olishingiz hech gap emas. Siz bugun o'rganib olgan saboqlaringizga amal qiling va akkauntingizni xavf ostiga qo'ymang. Agar siz yuqoridagi xatolarni birontasini qilgan bo'lsangiz, iloji boricha tezroq bu harakatlaringizdan voz keching. Aks holda akkauntingizdan mahrum bo'lishingiz aniq. Siz yana qanday xatolar bor deb o'ylaysiz? Fikrlaringizni kommentariyada qoldiring. Mehnatimizni qadrlagan holda like bosing, obuna bo'ling va do'stlaringiz bilan bo'lishing. Siz bilan Prince bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.